Kana şu ahirki hayatımız için teyyagerlik kıldık mı? Yani halette oradaki hukuklarla ikinci özünün yaşlık hayatını Allah'ın taat ibadetini özgezgen yaş yigitli yaş kızla üçüncüsü bana kalbi Allah'ın mescidlerine bağlangan mescidin çısı mescidki kirgisi var. Muşundak bendeler namazlı için namazlı saklap tuğan bendeler peşin oldu esri kaçan bula esri oldu Şam kaçan bula Şam okudu Uhtan kaçan bula Uhtan okudum seni bombetti vaxtida okuyalaman mı okuyamazman mı degan halette mana şundan namazlı için namazlı saklap tuğan bendeler ve on kulu begirli sol kulu tuymugudek halette ihlas ihsan kılgan bendeler hali ürünlerin o'zida o'zing gunohini aslab hayotidagi Allohni oldida ashundoq buyruqlarni ijro qilolmaganligini aslab o'zing gunohi uchun yig'lab vafozat aynohu ko'zlari yosh to'kkan bandalarini Alloh arshining soyasiga yetkazdi. Oldiga gunoh ma'siyatli keldi, haromlar keldi, zina fohishalar keldi. Har birining oldiga kelganda inni axofulloh robbil alamin. Men robbil alamin Allohdan qo'rqaman deb zina o'simi yana olsa, haroq o'simi yana olsa, kishilar haqqi o'simi yana olsa, kishilarning Allohning diniga qilgan xiyonatlari o'simi yana olsa, men Robbim Allohdan qo'rqaman deb ana shunday kishilarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi dedi. Ularga Alloh taolo noma'mul daftarini o'zin beradiganligini, oldin beradiganligini, noma'mul daftari o'zin berilganligini unuqrabu kitobiya, mening maktabimni o'qib baqaman, anni zanantu anni mulaqin hisobiya, men hayotimda men mushu kunga, mushu hisobatimga uchishimni o'zimda men jazmiyat qilgan edim, men ishongan edim, amaliyotga keldi mening kitobimni o'qib baqaman deydiganligi, ammo o'shunda noma'mullik shu tarafdan keyin tarafdan berilganlar halaki anni sultoniya mening huquqim asqatmadi, iqtizodim bilan Allohning azobini qutqizolmadi, mana o'shunda va'bayla hasrat nidomatlarni qildi. Ya laytani lam uti kitabiya, mening kitobim berilmagan bo'lsa, men hayoti dunyoda o'lgancha tirilmagan bo'lsam, kafir bo'lgan inson mana Allohning jazosini ko'rib, shu vaqtning o'zida kafirnim deydi. Va yasitman ya laytani kuntu turaba, men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-kim, inson bo'lmagan bo'lsam o'lib ketgan, tirilmagan bo'lsam o'lib ketgan deb pushaymon qildi. Mana bu shunday va'dalarni Alloh taolo va'da qildi. Uni keyingi fusiratni va'da qildi. Bandalarning o'zining noma'mulligini Alloh taolo jillaydiganligini va vaznu yawma izinil haq, ashundoq haqiqat ekanligi, tarozi mizonni o'zi haq ekanligi, bandaga fusiratni qo'yib Alloh taolo ashundan o'tkazadiganligi, mush ummatning 70 ming ummatni Alloh hisobsiz jannatga akiradiganligini Alloh payg'ambarning tili orqali va'da qildi. Ana shuning uchun qani biz mush dunyoda bir umr hayotimizda ishlagan vaqtida bo'ladi. Shuning uchun qani qanchalik tayyorgarlik qildik. Shu mukofotni qani qo'limizda olish uchun qanchalik shundoq bir tirish qildik. Eng oxirida Alloh taolo mu'minning eng oxirgi bekiti jannat bo'ladi. Jannatga kirgandan keyin Allohning tarafidan salamun qawlan min robbir rahim. Alloh tarafidan salomlar keladi. Assalomu alaykum ya ibadi. Mening salomim sizlarga bo'lsin ey bandalarim. Alloh salom qiladi mu'minlarga. Alloh taolo hatto bandalardan so'raydi, "Hal raziytum?" Ey bandalarim, sizlar mendan rozi bo'ldinglarmi deydi. Mu'minlar deymizki, "Ey Alloh, bizga rozi bo'lmagan nima asosimiz bo'lsin. Sizlar bizni ko'zimiz ko'rib boqmagan, qalbimizga kechib boqmagan, bizning hech qanday bir ko'rib boqmagan nozi ne'matni bersizlar. Biz nima asosimiz bo'lsin rozi bo'lmagan desa, Alloh aytadi, ey bandalarim, mushu bergan ne'matimdan men necha hasibul xush xabar bor. Uni sizlarga bermaymanmi? Ba'zi Allah. Allah aytadi, "Fala asqatu alaykum abada." Men sizlarga manguga açıklamayman ey bandalarim. Rabbim Allah açıklab qo'ygan va ne'matni tatib olgan va jannatga chiqarayotgan chog'ida aytmoqlar. Manguga sizlarga açıklamayman. Allah mana mu'minlarga shuni va'da qildi. Lekin Allah o'zining jamolini ko'rsatganligini va'da qildi. Vujuhu yawma idin naziratun ila robbiha nazira. Erkam chiroyli yuzlar va o'zining Robbiga qarab turuvchi yuzlar va Robbini ko'radigan yuzlar va mana Robbil alamin Allah jamolini ko'rsatdi.